Ijobiy chiqqan. To'g'risini aytinglar. Nima bo'lyapti? Onamga o'zim tushuntiraman. Kasallik mendan yuqtirgan. Zotimizda yo'q bu kasal. Qayerdan paydo bo'ladi bundan paydo bo'lmasa? Xo'p, men u bilan ajrashdim deylik. Qayerga borasiz? Kimga eshigini taqillatasiz? Meni o'g'lim o'ytis kasaliga chalingan deb. Kim menga qizini beradi? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Cine Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum azizlar. Kunni kech qilib, bugun taqdirlarda nimalar namoyish etilar ekan deb kutyapsizmi? Xo'sh, bugun bir oilani hayotini hikoya qilmoqchimiz. Er xotinni boshiga tushgan ishlar kimgadir saboq, kimlar uchundir ko'zgu bo'lsa ajab emas. Marhamat, tomosha qilamiz. Sizni tushunaman. Shifokoringiz ham hamma aytgan gaplari to'g'ri. Bilasizmi? Sizga hozir umuman tushkunlikka tushish mumkin emas. Shuning uchun tezroq tuzalay desangiz, o'zingizni qo'lga oling. Shirin qizingiz bor ekan. Eng muhimi, u bedavo dardga chalinmagan. Gaplaringiz to'g'ri, lekin qaynonam buni umuman tushunmayaptilar. Bilasizmi, turmush o'rtog'imdan ham, mendan ham faqat ajrashishimizni so'raydilar. Bilasizmi, qaynonamning fikricha men turmush o'rtog'imga xiyonat qilganman. Lekin Alloh guvoh, hech qachon bunaqa ish qilmaganman. O'zim ham bilmayman bu kasallik qayoqdan yuqdi, qayoqdan kelib qoldi menga. Gepatit kamdan kam holatlarda jinsiy yo'l bilan yuqadi. Mana eringizdan ham aniqlamagani buning isboti. Xullas, yana takrorlayman. Kasallikning davosi bor. Aniq umid bor-a? Albatta. Umidsizlik nimaligini mendan so'rang. Bilasizmi? Bundan 4 yil avval men ham xuddi sizdek yig'lab o'tirardim. O'shanda hayot to'xtab qolgandek edi go'yo. Yorug'lik yo'q. Ahvolim esa sizdan ancha og'irroq. Umid ham yo'q edi. Chunki biz chalingan dardning davosi yo'q edi. Lekin hayot to'xtamas ekan. Hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar olg'a intilib yashash kerak ekan. Bo'pti, sizlar yaxshi o'tiringlar bo'lmasam, ha? Ha, dadasi. Xo'p. Bugun ishdan ertaroq qayting. Har galgidek nima gap tinchlik? Ha, bozor uchar qilib kelsangiz degandim. Ha, yaqinda bozor qildim-ku. Ana kuni kelgan sovchilar bugun ham kelishmoqchi. Shunga nima deyman deb hayron bo'lib turibman. Ha, nimadir deng? Qizing nima deydi? Shu qizimni gap so'zlariga qaraganda shu yigit ma'qulga o'xshaydi unga. Yaxshi, mayli. Endi qizingni yaxshi bilasan, uncha erkatoy. O'qishni bitkazsin, 1-2 yil ishlasin, undoq bir hayotga tayyor bo'lsin degandim-da. Lekin ularga qarshilik qilsak bo'lmaydi. Men ham shunga hayronman, dadasi.
o'zi katta qizimizni uzatganimizga hech qancha bo'lgani yo'q. Lekin yigit yaxshi ekan. Ha, yaxshiga o'xshayapti. Ha, yaxshimi? Yaxshi bo'lsa, qizing bilan gaplashib olgan yana bir marta yaxshilabda. Ikki yoshni ko'ngli bir-biriga bo'lsa, bizlar ham cho'zib o'tirsak bo'lmaydi? Mayli, xo'p, dadasi, siz nima desangiz shu bo'ladi. Haligi bo'lmasa bozor uchar ro'yxatini yozib qo'yganman. Ha? Siz ishga yaxshi borib keling, ertaroq qayting, xo'pmi? Bo'pti, men tashqarida mashinada Men olib chiqaman hozir. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Baxtli bo'ling. Bo'ldi, choyingizni quyib qoling. Xo'p bo'ladi oyijon. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Oyijon. Oyijon, shu piyolalaringizni yangilab qo'ysangiz bo'larkan-a. Bundoq uyga yangi kelin tushganga ham o'xshamaydi. Ha, sani bekamni ko'z uzataman deb hamma pulimni senga sarfladim. Xudo xolisa nafaqam tushsin, bozorga tushib chiroyli choy chinnilarni olib kelaman. Shunaqa qiling oyijon. O'zingiz obro'yingiz uchun o'zingiz kurashing. Haligi oyijon, ovqat suzaveraymi? Ha, mayli, mayli. Siz qoling. Xo'p bo'ladi. Bundoq uyingizga yangi kelin tushganga ham o'xshamaydi-ya. Qarang, hamma narsangiz eski bo'lib yotibdi. Bo'ldi, qiliyanda. Ko'p gapiraverma. Oyi. Ha, nima qildingsan? Nima qildingsan? Tavba qildim. Shunchunchi o'rtog'im Zeboni kelin qilish kerak edi. Voy, uni sarpalarini ko'rsangiz, oyi rasmlarini tashabdi. Shunaqa hamma narsasi chiroyli. Bu keliningiz narsalarini qarang. Gap sarpadami? Qiziqsana. Akang shuni yaxshi ko'raman deb turgandan keyin nima qilasan? O'zi Zebo menga ham ma'qul edi. Oydakkina qizida. Shundoq qizi. Bu Akamda ham ko'ngli bor edi u qizni. yo'q-ey. Bechorani ishontirib qo'yuvdim seni kelin qilamiz deb. Ha, bo'pti. Endi hadeb chinka satiq qovurma. Bo'lar ish bo'ldi. Choylar ham yemasam. Bo'ldi qildi dedim senga. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Choy tayyor, ovqat ham tayyor. Yo'q, ishtaham yo'q. Bo'pti, men hozir. Sizga bir gapim bor. Gapir. Bu o'g'ilmi, qizmi? Voy, buncha shoshasiz. Hali bilmaymiz. Baxtliman. Tabriklayman. Yaqinda ota bo'lasiz. Kepti bag'ringga olsin. Voy, oyijon. Hozir oyijon. Bo'pti. Hozir. Xudoyimga shukr. Qo'ling ber. Sekin.
yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Yo'q-e. Yaxshimiz. O'zing ehtiyot qilgin, xo'p? Xo'p, mayli. Siz ham yaxshi etib oling. Xo'p. Bo'pti. Allo, Mag'zuna. Ahvoling yaxshimi? O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Qara, agar mazem bo'lmaydigan bo'lsa, ishdan ruxsat so'rab uyga borgin. Xo'p dedim-ku. Juda ham yaxshiman. Ay, yana adashdim. Yaxshimiz. Ha, Mag'zuna. Aytgancha, ismlarni ham bir ko'rib chiqishimiz kerak. Senga qanaqa ismlar yoqadi? Voy, Jamshid aka. Hali o'g'ilmi, qizmi bilmaymiz-ku. Xo'p, unda ertaga o'zim seni olib boraman. Keyin ishxonang senga gapirmaydimi, mabodo kechga qolsang? Yo'q, bugun ishdagilarga ertaga kechroq kelaman deb ogohlantirib qo'yaman. Mayli, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Rahmat. Mayli, siz ham yaxshi etib oling. Onasi. Ey onasi. Ye. Ha. Qaynatma tayyor. Oh, maza qilar ekanmiz-da. Ye. Manti ham qilibdi-da, baraka topkur. Baraka topsin. Mana manti yaxshi ko'rishimni biladi-da. Onasi. Onasi. Onajonisi. Hola be. Bu yoqdamisan? Voy, kelyapsizmi dadasi? Charchamadingizmi? Hali qo'ng'iroq qilib qaynatma sho'rva tashab qo'ydim deding, manti qozonlar ham turibdi-yu. Qaynatma sho'rva ham tayyor, manti ham tayyor dadasi. Hali mantini ichiga nyam degan dumbalarni soldingmi? Soldim. Endi oshqovoq manti dumbaminan zo'rda siz yoqtirasiz-ku. Ha, Mag'zunani manti yegisi kelgan ekan, o'tiring dadasi. O'shanga manti ham qildim-da. Ha, Mag'zuna ham dadasiga o'xshaganda. Voy. Biladi-da nima ishni. Faqat juda erkalatib qo'yma qizingni, xo'pmi? Qizingiz erkaliklari endi boshlanadi. Bobojonisi. Iye. Rostdanmi? Rostdan. Xudoga shukr. Bobo bo'lar ekanmiz. Albatta. Xudoga shukr, Alloh, o'zingga shukr. Xudoyim, Allohim. Ilohim. O'zing sog' salomat qilib bitsin. 7 muchalat sog' salomat bo'lib bergin ilohim. Ilohim. Navara to'ylar qilaylik ilohim. El-yurtga dasturxonlar yozib duolar qilib turish nasib bo'lsa ilohim. Shukurlarga yetkazgan Allohimga beadad shukurlar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ilohim yuzlar yorug' bo'lsin. Xushxabar-ku, ha? Albatta xushxabar. Mana xursand bo'lganimdan qushday uchib, mantilarni qilib, sho'rvalarni qilib yuribman dadasi. Obki bo'lmasa mantilaringni. Hozir dadasi, hozir. Xo'p bo'ladi. O'zingga shukr, Xudoyim. Mayli, kiyimlaringizni almashtirib turing, men hozir kelaman. G'afurova, to'yingiz bo'lganiga 4 oy bo'lgan ekan-a? Ha, 3-may kuni bo'lgandi. Siz suvchilar orqali turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, biz sevishib turmush qurganmiz. Xo'jayinim farmatsevtlar, men esa biologiya o'qituvchisiman. Tibbiyot sohasiga begona emas ekansizlar, demak. Ha, shunday. Demak, to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tgansizlar. Hammasi joyida. Ha, hammasi joyida. Ko'ngil aynashi, holsizlik sizda tez-tez kuzatilyaptimi? Ya'ni qachondan shunaqa boshlandi?
Menimcha shu 3 oylar bo'lib qoldi. Ha, tushunarli. Mag'zuna, o'qimishli qiz ekansiz. Hozir qat'iy xulosa qila olmaymiz. Lekin sizga Respublika OITS markaziga yo'llanma yozib berishim kerak. U yerda ham qon tahlili topshirishingizga to'g'ri keladi. Nega? To'ydan oldin topshirgan bo'lsam, hozir shu yerda topshirganim yetarli emasmi? Yetarli, ammo nima desam ekan, sizda OITS virusiga tahlillar ijobiy chiqqan. Lekin biroq nimadandir yanglishayotgan bo'lishimiz ham mumkin. Qanaqasiga OITS virus ijobiy deysizmi? Mag'zuna, ular adashgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunaqasi ham bo'ladi-yu axir. Bilmadim, lekin juda ham qo'rqib ketyapman Jamshid aka. Sen umuman qo'rqma. Ertaga birgalikda ikkalamiz borib qon topshiramiz. Qaytadan hammasini topshirib ko'ramiz, xo'p? Xo'p, shunaqa ham qildik deylik. Odamlar nima deydi? Bolamiz-chi? Adashgan. Men bunga ishonaman. Ular aniq adashgan. Sen asosiysi bor-ku. Sen qo'rqib siqilmagin, xo'p? Senga mumkin emas. Tavba. Ay, Xudoyim-ey. Oya, nima bo'ldi? Akayin aytaman, bunaqa odati yo'q edi. Telefonni ko'tarmaydi. U bu ish chiqib qolsa, kech qolsa ogohlantirib qo'yar edi. Yurishgandir-de, xotinchasi bilan aylanib, sevishganlar-de. Boshini aylantirib olgani oxir keliningiz, to'g'rimi? Biron bir joyga ovqatlangan kirishgandir-de. Ogohlantirib qo'yar edi, shunaqa bo'lsa ham. Oyijon, ogohlantiradigan odam sizdan so'rab uylangan bo'lardi. O'zi uylanib oldi-ku o'zi topganiga. Uf, bo'ldi qilgin sana. Qo'y, qachongacha gapirasan endi? Akang Zeboga uylanmayman desa, men majburla olmayman-ku. O'rtog'imni oldida ham hijolat bo'lib qoldim. Rosa mendan xafa bo'lgan. Nega xafa bo'ladi sendan? Ha? Seni kelin qilamiz deganimga u ham ishonib qolgandi. Akamni yaxshi ko'rib qolgandi ekan u ham. Tavba. Hammasi o'z boshimcha. Endi nega sendan xafa bo'ladi? Akangni ko'yni bo'lmasa, sen nima qila olarding? Ishonib qopti-de endi bizga. Bo'pti. Yuragimiz siqurmagan hadeb shu Zeboyini eslatib.
choyingizni qo'ying qani. Menga gapiringchi. Ikkalanglarga nima bo'lyapti o'zi? 3-4 kundan beri indamay kirasiz, indamay chiqasiz, qovog'ingiz osilgan. Yo, mendan xafa bo'ldingizmi? Biror xafa qiladigan gap gapirib qo'ydimmi, a? Yo'q, oyijon, o'zim. Voy tavba, sanchi? Senga nima qildimmi? Ha, yaxshi ko'rgan qizingni, o'laman Sattor shundan boshqasi kerak emas deb turgan qizingni olib bergan bo'lsam, yana nima yomonlik qildim? Nega bunaqa yuribsan, bolam? Yo'q, shu oxirgi payt ishlarim ko'payib ketdi, shunga. Tavba. Ishing ko'payib ketgan bo'lsa, nega burchak-burchakda pichir qilasizlar, men bilan gaplashmaysizlar? To'g'risini aytinglar. Nima bo'lyapti? A? Mazangiz bo'lmayaptimi? Agar mazangiz bo'lmayotgan bo'lsa, ana shifoxonaga chiqing. Dori-darmon oling, davolaning. Jab mendan uyalayotgan bo'lsangiz, ana uyingizga boring. Uyingizda 1-2 hafta davolanib keling. Haligi ishga chaqirishgandi meni. Ha. To'satdan ishga chaqirib qolishdi. Voy tavba. Ta'tildasiz-ku? Ta'tilda ham tinch qo'ymaydimi? Ishingiz ham qurib ketsin. Endi nima qilamiz, Jamshid aka? Davolanamiz. Davosi yo'q-ku. Yashash mumkin. Kurashib yashaymiz. Xo'p. Oyijon eshitsa nima deydi? Uydagilarga qanaqa aytamiz endi? Aytmaymiz. Xullas, hozircha aytmay turamiz. Xo'p, qachongacha yashiramiz? Baribir bir kun emas, bir kun aytishimiz kerakmi? Masuna, hozir baribir to'satdan aytsak ular ko'tarilishmaydi. Men sizga ishonaman, Jamshid aka. Men ham senga ishonaman. Farzandimiz uchun ham yashashimiz kerak. Ishqilib unga yo'qmasin-da. To'g'ri aytasiz. Unga yo'qmaydi. Yaxshi niyat qilaylik, Jamshid aka. Uyga boramizmi endi? Respublika tug'ruq markazi nazoratida bo'lasizlar. Bizning poliklinika ham sizlar nazoratda ushlab turadi. Bolani sog'lom tug'ilish ehtimoli katta. Kesarcha kesish yo'li bilan dunyoga keltirasiz. Hamma ko'rsatmalarga amal qilsangiz, Xudo xohlasa bola sog'lom tug'iladi. Ha, yana bir gap, oilada 3 kishi yashaymiz degandinglar. Ha, men, onam, xotinim. Bilasizmi, UITS qayd etilgani sabab yaqinlaringiz ham tahlil topshirishlari kerak. Sababi virus qon orqali yuqadi. Balki qanaqadir holatlarda, masalan, qo'lingiz qonashi yoki bitta tish cho'tkasidan foydalanish sabablari kuzatilgan bo'lishi mumkin. Demak, aytishimiz kerak. Ha, ular bilan tushuntirish ishlari olib borishimiz shart. Yaqinlaringiz sizlarni qo'llab-quvvatlashsa, vaqtida davolanishlaringiz juda ham oson kechadi. Sizda ayni paytda yashirin davr kechyapti. Balki yaqin 10 yil ichida belgilari yuzaga chiqmasligi mumkin. Ayolingizda esa homiladorlik sabab immun tizimi susaygan. Shuning uchun ham ismalash, ko'ngil aynishi kuzatilgan. Eng muhimi immun tizimini surmaslikni ta'minlash kerak. Eng birinchi shartlari depressiyaga tushish kerak emas, ko'ngilni xotirjam qilish kerak. Shuning uchun eng avvalo o'zingizni qo'lga oling, ruhingizni cho'ktirmang.
bu kasallikda nafaqat yashab, balki jamiyatda o'z o'rnini topib kelayotgan shaxslar juda ko'p. Qayerdan paydo bo'ldi bu bola? Ha? Sen soppa sog'lomiding-ku, ha? Mana shunga uylanding. Hamma balo shundan boshlandi. O'zi qo'rquvdim-a shunga uylanishingdan. Biluvdim, ha? Axir sen soppa sog'lomiding-ku. Oyi, tinchlaning. Qanaqa tinchlanaman, ha, bolam? Bitta yolg'iz o'g'lim bo'lsang. Oyi. Ko'zimni oq qarasa, yolg'iz o'g'lim deb paypaslab boqqanman-ku seni. Endi bundan dardi balo yuqtirib oldingmi? Oyi, ayib kimdaligini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Bilgan taqdirda ham men baribir undan voz kechmayman. Nima? Yo tavba, voz kechmayman desa, ha ko'rinib turibdi-ku shundan yuqtirganing. Zotimizda yo'q bu kasal. Qayerdan paydo bo'ladi bundan paydo bo'lmasa? Bo'ldi. Ko'rishni ham xohlamayman, otini eshitishni ham xohlamayman. Uyiga olib borib tasha, jo'nat uyiga. Oyi, qanday qilib uyga olib boraman? Olib borib tashlaysan. Kerak emas menga bunaqa kelin. Ajrashasan. Bo'ldi, u bilan yashamaysan. Oyijon, iltimos tinchlaning. Hali hech narsa aniq emas. Surishtiraylik, yana qaytadan qon topshiraylik. Voy xudoyim-ey. Xudoyim-ey. Axir uni qonida meni bolam bor. Bolasi kerak emas. Gapirma deyapman buni. Ajrashasan, tamom vassalom, uyiga borib tasha. Ya xudoyim-ey, hammaga sharmanda qildi-yu bu. O'zi boshida yo'q, ko'nglim sezgandi-ya. Shuni olib berasiz deganingda ko'nglim sezgandi-ya. Ya xudoyim-ey. Ya xudo. Shu balolar ham bormidi-ey? Xudoyim-ey. Balki oyijon to'g'ri aytayotgandirlar. Rostdan ham ketganim ma'quldir. Bu biron bir narsani o'zgartiradimi? Meni boshqa birov tushunmasa ham sen tushunishing kerak. Sizni juda ham yaxshi tushunaman. Lekin oyijon ketishimni xohlayaptilar-ku. Singillaringiz bilsa battar bo'ladi. Peshonada borini ko'ramiz. Yo'q, men ketaman. Oyijon, men ketishimni xohlayaptilar. O'shanda choyi, akam hech kimni gapiga quloq solmagandi. Mana endi ahvol. Bunisi-chi, bunisi to'ydan oldin aniq rossa bolalar bilan yurgan. Bo'lmasa kasallik qatdan yuqib qoladi, to'g'rimi? Ado qildi bu kelin, ado qildi. Meni pichoqsiz so'ydi. Hali qo'ni-qo'shni eshitsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Voy, qudalarim eshitsa nima bo'ladi? Yaxshi ham opang xorijda. Yaxshi ham senga yuqmabdi. Voy, asosiysi oyijon, yaxshi ham sizga yuqmagan u kasalligi. Xudoyim, ey.
tag'in ota-onasiga aytsam, qizim sog'lom edi. Siz uyingizga kelib shunaqa kasal bo'ldi deydi-ya. Yo tavba. Tuhmat qilishmasin ular. Akamchi umuman qing'ir yo'ldan yuradigan yigit emaslar. Oldin o'zini qizini to'g'irlab olish kerak edi bular. Xudoyim, xudoyim. Buni ustiga akang ajrashmayman deydi. Qara, Tavba qildim. Bu kelinizchi aniq akami sehr jodu qilib olgan. keliniz nima? Kelinim emas. Bundan keyin meni kelinim emas. Oyi, Yo'qsiz. menga qarang oyi. Folbinga boramizmi? A bo'lmasa akami qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lib qolmasku. Bu kelinizchi aniq akami o'qitib olgan. Nima deysiz shunga, boramizmi? Bilmadim. Bilmadim bolam, bilmadim. Bo'ldi, oyijon, siqilavermang endi. Guldek qizimni umrini xazon qilishdi. Hamma doktorlardan o'tgandi. Soppa sog' edi. Uyalmay, netmay tuhmat qilishini qarang bularni. Nima emish? Gaplar qarang. Biznikiga kelganda o'zi kasal edi. Bildirmagansizlar deydi. Xudodan ham qo'rqmasdan tuhmat qilishyapti. Kim bilsin, o'zlarini o'g'illari nima ishlar qilib yurgan. Kuyovni ham dardi ichidan. Xato qildik, dadasi, xato qildik. Surishtirmasdan qizimizni ularga uzatib xato qildik. Nimasini aytasan, onasi bu kuyovning ham dardi ichida. Hech narsa deya olmasdan yuribdi. O'sha kuyovingizni ham nima deydi, a? Nima deya oladi? Aybini tan ololmagandan keyin jim o'tiradi-da. Bu dard ham boshimizda bor ekanda, endi onasi buni ham topishar, qayerdan yuqdi, nima bo'ldi? Ha deb endi siqilavermagin, shoshmay turguncha. Dadasi, aniqlashgan bilan biror narsa o'zgarib qoladimi? Bechora, Mahsuna qizim o'zini biror narsa qilib qo'ymasin deb qo'rqaman. Meni qizimga bu dard, bedavo dard qayerdan yuqdi ekan? Qaysi gunohlarimiz uchun dadasi? Qaysi gunohlarimiz uchun? Shu mahalda qayoqqa otlanding? Ishim bor. Qanaqa ish? Xullas, bittasi bilan ko'rishim kerak. Xotining bilanmi? Oyi, Seni mana shunaqa bedavo dardga yo'liqtirgan o'sha megajin bilan ko'rishmoqchimisan? oyi, men mustaqil odamman. Biron bir ishni mustaqil hal qilsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bir marta mustaqil hal qildingiz, o'zbilarmonlik qilib, o'zingiz topganga uylanib, mana nima bo'ldi? Hayotingni barbod qilib o'tiribsan-ku. Oyi, oyijon, iltimos. Nima iltimos? Nima iltimos? Ha, mendan yashirinib gaplashib yuribsan, to'g'rimi? Mana shunaqangi borib uchrashib kelyapsan. Meni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Bilar ekansiz, nima qilasiz so'rab? Bilganim uchun tezroq ajrashishga ariza ber deyapman. Oyi, ajrashganim bilan baribir nima o'zgaradi? Hech narsa o'zgarmaydi-yu. O'zgarmasa nima qilmoqchisan? Yana o'sha bedavo dardga chalingan, seni kelajagingni yo'q qilgan, barbod qilgan ayol bilan yashamoqchimisan? To'g'risi, oyi, hozir ayb kimdaligini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Men bilaman. Oyi, men Mag'zunani juda yaxshi ko'raman. U unaqa ayol emas. Keyin uni axir qornida meni farzandim bor. Ikkalasini yarim yo'lda tashlab keta olmayman-ku. To'g'rimi?
to'g'ri. Gapingizda jon bor. Meni kelajagim barbod bo'lgan bo'lishi mumkin. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Lekin ona, o'zim yaxshi ko'rgan inson bilan, yaxshi ko'rgan insonim bilan yashashga haqqim bor-a? Voy xudoyim. To'g'rimi? Men hozir ona faqat farzandim sog'lom tug'ilishini o'ylayman. Xo'p, men u bilan ajrashdimam deylik. Qayerga borasiz? Kimning eshigini taqillatasiz? Meni o'g'lim o'ytis kasaliga chalingan deb. Kim menga qizini beradi? Ha, aqlli bo'lib ketibsanmi, bola? Mayli, men ketdim. Jamshid aka, men kasallikni qayerda yuqtirganim bildim. Ha. Xullas, esizdami, to'ydan oldin tishimni o'ragandan keyin stomatologga olib borgandingiz. Xo'p. O'sha stomatolog menga beparvolik bilan qaradi-da, yaxshi davolamagandi. O'zim olib borgandim o'sha stomatologga. Ha. Aniq o'sha yerda yuqtirganman. Siz ertalabgacha sabr qilsam bo'lar ekan. Og'riqqa chidolmasdan meni olib borib keling deb majburlagandim. Senda ayb yo'q. O'sha stomatologga seni men olib borganman. Men topganman. Demak, hamma ayb menda. Yo'q. Hamma ayb menda. Keling bilan o'sha stomatologga bordik. Yopiq ekan. Bekordan bekor yopilmasa kerak. Nimadir borki yopiladi. Mahsuna. Sen o'zingni qiynama. Onamga kasallik mendan yuqqan deb aytaman. Chunki hozir nima qilib bo'lsa ham, qanday bo'lsa ham tug'ilajak farzandimizni o'ylashimiz kerak. Tushundingmi? Uyga qaytamiz. Onamga o'zim hammasini yotig'i bilan tushuntiraman. Sen faqat o'ylab siqilib yurmagin. Senga mumkin emas. Rahmat, Jamshid aka. Yaxshi ham borsiz. Kel, ehtiyot bo'l. Sekin, oyog'ingni tegala. Qani oyi? Men ichkariga kirmay qo'ya qolay-ku. Nimaga oyi? Axir hammasi joyida, oyim bilan gaplashganman. Yana ortiqcha gapsiz bo'lmasin deb qo'rqaman-da. Oyijon, hech qanaqa ortiqcha gap bo'lmaydi. Bugun xursandchilik, chaqaloq bahona, ikki xudo yarashib olasizlar. Yuring. Hammasi joyida, yuring oyi. Kiringlar. Oyi! Oyi! Kiravering. Mana o'zlari. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizlar. Xo'sh. Bola tuzukmi? Yaxshi borib keldinglarmi? Rahmat oyi, yaxshi borib keldik. Bola yaxshi, xavotirga o'rin yo'q. Ha, xudoga shukr. Qani, ichga. Qani ichkari. Kiringlar, Oyi. bizlar choy damlab. Xo'p. Qani oyi, marhamat.
xudoga shukur ey. Uyalmay oyisini kelganini qarang. Bolaga qaragani kelgan. Qiziga qarashgani kelgan. Yolg'on oyi, men ishonmayman. Akamchi shu yo'l bilan xotinini uyga olib kelib oldi. Men hali buni tagiga yetaman. Ya qo'ysangchi sen ham. Faqat shu o'g'lim tuzalib olsin oldin. Ana, ko'rdingmi? Sen o'g'lingni sog'lig'ini o'ylagin. Shuncha avaylab asragan bo'lsang ham sarx kasallik yuqtirib olding. Ha? Shunaqa. Sani bolang kasal bo'lgandan keyin men akangni tushundim. Sariq kasallikni davosi bor, lekin spidni davosi yo'q oyijon. Qizim bo'ldi qilgan. Boshimni ortma. Bor bolangga qara. Sana gapingga kirgan men ham ahmoq. Bolam hayotini buzay dedim saniga. Qizim, mana ancha yaxshi bo'lib qolding. Ranglaring tiniqlashib, o'zingga kelib qolding ancha qizim. Ha, oyijon, rostdan ham ismimni Hayotxon deb o'zgartirganingizdan keyin ancha tetiklashdim. Ha, dadang o'ylab shu qarorga keldilar. Mahzuna deb g'amgin ism qo'yganimiz uchun uzr so'rayman qizim sendan. Bizni kechirgin. Oyijon, nega kechirim so'raysiz? Siz aybdor emassiz-ku. Haqiqiy aybdorlar albatta qilmishiga yarasha o'z jazosini olishadi. Xudoga shukr, Jamshid akadek yaxshi inson bilan tanishdim. Yaqinda ular bilan tibbiy sayyohlik firma ochmoqchimiz. Voy, juda yaxshi-ku qizim. Insonlarga yordam bermoqchimiz. Shuning uchun oyijonim yaxshilar, menga ko'maklashadilar u ishlarda. Bizdan xavotirmang oyijon. Hammasi yaxshi. Yaxshi qizim. Ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Jamshidjon yaxshi yigit. Ha, Ilohim qo'sha qaranglar qizim. ilohim. Hammasi uchun sizga rahmat oyijon. Boringizga shukr. O'zim o'tdi. Xullas shunday gaplar. Voy. Ha, o'g'lim. Nima bo'ldi, yutdingmi? Tabriklayman. Bilasanmi? Sen bilan doimo faxrlanaman. Ha, aytgandek, buving yoningdami? Ha, telefonni ber-chi. Qani bir buvijoningni tabriklay. Oyjon, tabriklayman. Ha, eshitib rosa xursand bo'ldim. Bu sizning yutug'ingiz. Yo'q, eng avvalo sizning yutug'ingiz. Chunki nabirangizni erinmasdan to'garaklarga olib borardingiz. Ha, rahmat sizga oyijon. Nima? Chet elga ketasizlar? Muncha zo'r. Qachon? Juda zo'r bo'pti. Buni yuvish kerak. Mayli oyijon, hozir ishdaman. Ha, yonimda bemorim bor edi. Xo'p. Mayli, xo'p. Kechga ko'rishamiz. O'g'lim chempion bo'pti. Endi xorijga ketar ekan. Oy, juda ham zo'r-ku. Tabriklayman. Voy, rahmat. Quvonchim ichimga sig'mayapti. Rosti eshitib, men ham juda ham xursand bo'lib ketdim. Shuning uchun hech ham umidni so'ndirmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Bu yog'iga endi hech ham umidimni so'ndirmayman. Aksincha, shifokor hamma aytganlarini qilib, tuzalishga harakat qilaman. Chunki hozir eshitib bildimki, sizni dardingiz oldida meni dardim bu juda ham kichkina muammo ekan. Hayotda haqiqatdan ham hamma narsa bo'lishi mumkin. Endi u sizga keldi. Bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga Hayotxon opa. Yaratgan
bandalarini turlicha sinarkan. Kimnidir xastalik bilan, kimnidir boylik, go'zallik, qashshoqlik va boshqa narsalar bilan. Ammo har kim ham bu sinovdan o'tolmaydi. Faqat irodasi kuchli bo'lgan insonlargina bundan qanday xulosa chiqarish kerak? Bu menga nima uchun berildi? Nimani tushunishim lozim deb fikrlab to'g'ri yo'lni ko'ra oladilar. Sizlarga ham hamisha to'g'ri yo'lda bo'lishingizni tilab qolamiz. Salomat bo'ling azizlar.